Respublikasiga o'tdik. Mana behruz produktlarga ko'p ozgina mazalari bo'lmay qoldi. Mazza joyda Mana Qirg'iziston trassalarini Issiqko'l sari yo'l olyapmiz. Joni olish. mana osmon o'par tog'lar hali ham tunnelning ichida ketyapmiz. Bina ochdi necha metr ekan? Va nihoyat mana hozir Issiqko'lning eng janubiy sohillariga ketyapmiz. Nihoyat biz Issiqko'lga yetib keldik. Palatka ichida uxlayapmiz. Mana Behruz Kamoliddin Sherzod va Tahir Raydot yotibdi. Va kaminay kantari. Yoz chillasida mana hammasi spalniy mushuklarda o'ralib yotibdi. Voy, nas keladi. Qoyil lekin. O'zgacha experience. Quyosh chiqib bo'ldi. Jasur aka syomka qilyapti. Mana biz hozir Qirg'iziston Respublikasidagi Issiqko'l sohillaridamiz. Janubiy sohillarida fotolarni ko'rishimiz mumkin. Mana biz demak palatkalarda qolyapmiz. Issiqko'lga yetib keldik Olmaotadan. Mana hozir Issiqko'lda issiqmi yoki sovuqligini tekshirib ko'ramiz dedi. Cho'kmaysiz, ketaverasiz. Issiqmikan? Kunduzi ham ketmadi. Issiqko'lning markazidan turib reportaj tayyorlayapmiz. Qiziqarli ma'lumot. Eng chuqur joyi 686 metr ekan. Plyajlarda nihoyatda odam ko'p. Mana shunaqangi yovvoyi tabiat bag'riga kelganlarga menimcha mazza bo'ladi, chunki odam kam. Uning ustiga tinch, sokin manzaraga gap bo'lishi mumkin emas. Mana hozir Issiqko'ldan chiqib O'lik ko'lga boramiz. Mana bu yoqqa qarab qo'y. Issiqko'l. Demak, hozir yo'llalayotgan joyimiz O'likko'l. Biz hozir O'likko'ldamiz, Qirg'izistondagi. Suvni sho'rligi juda ham baland. Bu demak insonlar cho'milishni bilmasa ham, suzishni bilmasa ham cho'kmaydi. Yana bir yaxshi xususiyati bu ko'ldagi loyni insonlar tanasiga surishadi. Balchig'iga bulg'ani yotimiz. Mazlimi, kremlimi balchig'ini surib, endi issiqqina mazza qilib. Issiqko'lda bo'yida abli behu o'sib turibdi mana. Issiqko'lda bikerlar. So the water is quite warm. So Kamol, Behruz Kamoliddin. Ikkita davlatni aylanib, uchinchi davlatga o'tib ketyapmiz hozir. Tojikistonni ham ko'rishga qiziqyapsizmi yo'qmi? Qiziqamiz. Birinchi marta bo'lish. Uchta davlatga ham birinchi marta chiqish. Birinchi marta.